Manzara ne dedi bu? Bütün Xazar asıp görünüp turadi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzor etib, reklama etib o'tadigan joyimiz turar joy bo'ladi. Manzilimiz imtis, ko'ni imtisi ichindamiz. Bilasizlar, bu yerda 5 etajli dom solingan. Shu yerda 3 xonali 74 kvadratda joylashgan dom sotiladi ekan. Domimiz yana hozir korobka holatda pod ключ remont etib beriladi ekan. Shpakulovka hamma narsasini qo'yib beradilar. Joyimiz pishgan karvishdan solingan. Hozirda bilasizlar, pishgan karvishdan joy topish qiyin. Joyimiz 3 xonali, bir kuxnisini remont etib, gaz plita, kuxni mebellar qo'yib beradilar. Bu zali o'ta katta ekan. Bu yerda bir xonasi bor. Bani, tualeti şöyle. Şu domumuz satiladi. Pastda egasini nomerlarini qaldiraman. Telefonlash, savdolashib olarsiz. Joy narxi 370 million so'm olingan. 350 million so'm bo'lsa beraman deb turibdi hozir. Srochniy pul kerak ekan. Joyimiz sotuvda.